Bugungi videomiz geyner haqida bo'ladi. Ya'ni geyner nima? Geyner kimlar uchun kerak va geyner tanlayotganlarda qatlariga ahamiyat berib, nimalarga e'tibor berib xarid qilish kerakligini o'rgatib o'tamiz. Xo'p, geyner nima? Geyner bu sizning muskulingiz, ya'ni tana vazn olishi uchun kerak bo'ladigan hamma narsadan tashkil topgan kompleks. Oldinlari geyner faqat uglevod va proteinli bo'lardi, ya'ni proteinlar sizning muskulingizni strukturasini g'isht ko'rinishida quradigan bo'lsa, uglevodlar uni quruvchilar, ya'ni g'isht bor-ku, lekin quruvchilar yo'q. Quruvchilar bor-ku, lekin g'isht yo'q. Ya'ni zdaniya qurilmaydi. Xuddi shunaqa geyner ikkita komponentdan iborat bo'lardi, lekin hozirgi kunda geynerga qo'shib kreatin ham oladi, vitamin ham oladi. Ko'p ishlab chiqaruvchilar kallasi ishlaganlari o'sha geyner ichida ham kreatin, ham vitamin kompleks, ham uglevod va oqsillari bor. Oluvchilar ham, ya'ni iste'molchilar ham miyasi ishlab, yaxshi razberatsiya qilish boshlagandan keyin oqsillari, uglevodlari, komplekslari hammasi joy-joyida yetarli miqdorda chiqishni boshladi. Ya'ni geyner bu vazn olishni xohlagan insonlar uchun juda ham ideal qo'shimcha. Top bir qo'shimcha desa ham bo'ladi. Geyner kimlar uchun kerak? Geyner birinchi o'rinda rejimni tuta olmaydigan insonlar uchun birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Masalan, siz qayerdadir ishlaysiz yo o'qiysiz. Zavtrakda o'zi zo'rg'a turdingiz, zavtrak qilishga holatingiz yo'q, tuxum qila olmaysiz. Prosta qanaqadir narsa pishirib yedingiz, ketdingiz, shu bilan obed ham damashniy bo'lib qoldi, kechqurun ujin ham yo bir dashirak yoki fast food bilan to'xtatib qo'yibsiz. Ya'ni kuniga 3 mahal shug'ullanasiz, ito zo'rg'a vaqt yetmaganligi tufayli. Lekin sizda vazn olishga xohish bor. Zalga ham chiqasiz. Mana shu holatda geyner sizni qutqaradigan qo'shimchalardan bittasi hisoblanadi. Ya'ni geynerni 2 mahal, 3 mahal ichgan taqdiringizda sizda полноценный питаниеңizning o'rnini bosadi. Keling, agar siz полноценный uglevod, oqsillarni joy-joyiga qo'yib yeyotgan bo'lsangiz, kiloingizdan, ya'ni og'irligingizdan kelib chiqqan holatda unda sizga geyner keragi yo'q, chunki organizm o'ziga kerakli uglevod va oqsillarni qabul qiladi, qolganini prosta axlatga chiqazib yuboradi. Shunday ekan, siz ozg'insiz, sizda kunlik davomida hech qanaqa planingiz yo'q. Har doim har xil ovqatlanasiz. Rejim bo'lmagani uchun geyner sizga kerak. Ikkinchi o'rinda bu operatsiyadan keyin, ya'ni chaynash funksiyasini yo'qotgan odamlarda yoki holsiz bo'lgan bemorlarda, avtokatastrofa yoki qandaydir boshqa bitta operatsiyadan keyin trubichka orqali odamga darmon bo'lishi uchun geyner ishlatiladi. Mana shu ikkita holatda. Xo'p. Uchinchi holatda ham aytib ketsak bo'ladi. Siz yaxshi shug'ullangansiz, pitani ham qilyapsiz, lekin u oshqozoningizda o'zi so'rilmaydi. Bu o'zi ko'proq professionallarda, odam 80 kilo, 90 kilo, lekin shunga yarasha oqsil iste'mol qilish kerak, shunga yarasha uglevod iste'mol qilish kerak. U juda ham ko'p vaqt talab qiladi. Masalan, 6-7 mahal ovqatlanishga to'g'ri kelib qoladi. U qo'lidan kelgancha 4 mahal ovqatlanyapti, pitaniyasi bilan baribir oshqozonni ko'tara olmayapti. Uglevod bilan proteinlarni hazm qilishga o'sha holatda ham geynerlar yordam beradi. Geyner tanlayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Avvalambor uni sostaviga. Oqsili iloji boricha 30% dan kam bo'lmasligi kerak. Uglevodlari 50% сложный, 50% быстрый bo'lishi kerak. Hamda tarkibida kreatin va vitamin komplekslari bo'ladigan bo'lsa, bu nur ustiga a'lo nur. Agar bularni tanlashda sizga qanaqadir yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi silkalar orqali bizga yozsangiz, biz sizga to'g'ri keladigan vazningizdan kelib chiqib, rejimingizdan kelib chiqib, yaxshi geynerlarni sizga tavsiya qilamiz. Geyner ichirishiga keladigan bo'lsak, uni 2 mahal yozilgan porsiyadan yarmini iste'mol qilish. Ya'ni primerni 60 kilolik bola uchun, ya'ni atletimiz uchun 150 grammdan 2 mahal, ya'ni kuniga 300 gram. Ertalab zavtrakdan 1 soat oldin yoki 1 soat keyin, ikkinchi priyomi uxlashdan oldin. Zal bo'lmagan kunlar shunaqa ichamiz. Zal bo'lgan kuni esa zaldan 2 soat oldin va zaldan keyin ichamiz. Bo'ldi? Yana keyingi videolarimizda nima haqida bo'lishini xohlasanglar, kommentariyada o'sha mahsulotni yozib qo'yinglar. Biz qo'ldan kelgancha maksimalni xolisona javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.